Kirish so'z. Aqida bilmagan shaytonga aldir. Agar 1000 yil amal deb qilsa yeldir. Alloh yor hikmatlardan. Islom dini 14 asrdan ortiq uzoq tarixi davomida ilmiy, madaniy, siyosiy va axloqiy jihatlarda ummat hayotida intayin gavdalik va g'olliq rol o'ynab keldi. Bu din aqidasimi ummatning moddiy va ma'naviy qurilishlarida sohalar aro ilgirlashning, taraqqiyot va gullanishning harakat mezoni, qurilma asosi bo'ldi. Xususan, bu din islom ummatining bir parchasi bo'lgan Uyg'ur millatining diniy e'tiqod manbasi bo'lib kelgan. Bu 1000 yil mobaynida millatdagi har bir tabiiy kishilarning ma'naviyati, ruhiyati, kishilik va ommaviy yasham shakli, yakka va kollektiv faoliyatlari, oilaviy va ijtimoiy munosabatlari hamda davlat aloqalariga qadar yetakchi rahbari, ma'naviy turiki, energiya manbasi, ilohiy ma'rifat buluqi bo'lib kelgan edi. Yegani yaratquchiga bo'lgan iymon bu din bilan musharraflangan har bir iymon egisi uchun o'ziga xos dunyo qarash yaratgan haqqoniyat, adolat va mas'uliyat qarashining yadrosi, negizi bo'lgan edi. Afsuski, islom ummati o'zining yer yuzidagi pasibonlik, rahbarlik va yetakchilik rolini yo'qotib qo'ygan, risolat quyoshining parlaq nuri yer yuzidan ojizlashga qarab yuzlangan bu bir qancha yuz yillik tarixida turli sinoqlarni, qismat va mushaqqatlarni boshdan kechirdi. G'oliblik sharafiga nail bo'lishdan ko'proq mag'lubiyatning asiri bo'lishga majbur qildi. Jumladan, Uyg'urlarmi ummatning bir parchasi bo'lish sifati bilan bu xil tragediyali qismatdan nasibasiz qolmadi. Ko'rayotganimizdek, bugungi kunda islomiy yetakchilik rolini qo'ldan bergan, yo'qotgan va Allohning omonatini joyida muhofazat qilolmagan millatlar ichida eng og'ir badal to'lagan bir xalq bor deyilsa, buning tipik o'rnigiga O'rta Osiyo musulmon millatlarini, uning ichida Uyg'ur millatini ko'rsatib o'tishga bo'ladi. Kunimizdagi reallikqa Allohning yer yuzida yo'lga qo'ygan qonuniyatlaridan o'zini o'zgartirishga yuzlanmagan millatning holini Allohmi o'zgartmaydi degan prinsip bo'yicha ko'zitish orqali shunda xulosaga kelish mumkinki, uyg'onish, o'zgarish va yangilanish shak shubhasiz holda mag'lubiyatga xotima berishning, asoratdan qutulishning dastlabki qadami va yegani yo'lidir. Islom ummatining bugungi hamda umum dunyo vaziyati nuqtasidan qaragan chaqimizdami Uyg'ur xalqi navbatda g'aflat uyqusidan tuzukcha uyg'onishga, o'rnidan dast turg'izadigan, pukilgan qaddini tik qiladigan ma'naviy quvvatga, ruhiy energiyaga muhtoj. Shundaqla asorat kishilaridan bo'shinib, parlaq kelajak qurib chiqish uchun o'zini yangidan shakllantirib chiqishga va mavjudligiga xiris bo'layotgan har turli tahdidlarga qarshi mustahkam qo'rg'onga jiddiy ehtiyoji bor. Darvaqa, kunimizda islom ummatiga zarur bo'layotgan ma'naviy ehtiyoj va ruhiy quvvat moddiy ehtiyojdan xali darajada ortib ketdi. Nisbatlashtirganimizda Uyg'urlarning bu quvvatdan oladigan nasibasining kishini echintiradigan darajada tuvallab ketganligi, moddiy jihatdagi ojizligiga qaraganda ma'naviy jihatdagi yo'qsizlikning asorat ta'sirida intayin fojialik va palaj holga tushib qolganligi o'rtada. Bugungi ilmiy taraqqiyotga bo'lgan moslashish qadamimi mo'ljalligisiz darajada asta va tuvan bo'lmoqda. Mana bularning bari har birimizdan to'linayotgan ashu unumsiz badallarning, echinishlik mag'lubiyatlarning manbasi va bosh omilini tepib chiqib, hal qilinishni kutayotgan bo'lib, kunimizda bundaq bir majburiyat ustida bosh qotirish shar'iy nuqtadan har bir Uyg'ur uchun farz aynga, milliy nuqtadan Uyg'urlik burchga aylanib o'tib ketdi. Shubhasizki, bu o'zgarish va yangilanish bosqichida elishga tegishlik tunji qadam ruhiy quvvatimizning manbasi, nijotlik turiki, so'nmas irodamiz va harakat kuchimizning katalizatori bo'lgan ilohiy aqidaga haqiqiy ma'noda qaytib kelishdir. Aqidani ruslash, e'tiqodni sog'lomlashtirish va miros xarakterini olgan e'tiqodni bilim ma'rifatga to'yingan, sog'lom asos va mustahkam tutqiga bog'langan haqiqiy va shaksiz iymonga aylantirish. Şunun bilan bir vaqtda to'g'lashtirib o'tilgan, burmilib o'tilgan, hatto millat uchun voz kechilmas birlik manbasi bo'lish o'rniga ixtilof va gumon obyektiga aylantirib o'tilgan diniy aqidalarimiz va qimmat qarashlarimizni asldagi saf va suzuk holatiga qaytarib kelish, javhar aqidaga ega bo'lib, birlik tutqi atrofiga uyushish, navbatdagi qayta shakllanish va yangilanishning jiddiy taqozolardandir. Mohiyat jihatdan olib aytganda, aqida demak mavjudlik demakdir. Aqida demak nijotlik demakdir. Faqat sog'lom aqidalar insonga uning insonligini tunutadi. Faqat sog'lom aqidalar insonga hayotining ma'nosini, yashashdagi g'oyasini ko'rsatib beradi. Islom ummati hammadan avval aqidasi bilan ummatdir. Bu ummat shalloq zafarlarni, olamshumul g'albalarni qo'lga keltirgan bo'lsa, ana shu to'g'ri aqida va mustahkam iymon soyasida qo'lga keltirgandir.
Ajdodlarimiz aqida bilmagan shaytonga aldur deb nihoyat to'g'ri aytgan. O'tmish musulmonlarning ruhi qancha to'g'ri aqida va suzuk iymon bilan sug'urilib, izzat va sha'nu shavkatga to'lib yashagan, mustahkam e'tiqodi turtkisida har jihatdan insoniyat karvonining boshlamchilariga aylangan bo'lsa, bugungi musulmonlarning mag'lubiyatida aqidaga bo'lgan jaholat, iymoniy halovatdagi yo'qsizlik va bilim ma'rifat asosida shakllangan sog'lom aqidadan iborat buyuk tutqudan mahrumlik asosiy sabablar qatoridan o'rin egallagandir. Mana bu xil mahrumlik ummatning ruhiga kishan salmoqchi bo'lgan zolimlarning ishini qulaylashtirgan bo'lib, natijada mustahkam e'tiqod orqali qo'g'danmaslik, zulmning, xarliqning va ruhiy qulluqning maydoniga kelishiga zamin hozirlab keldi va kelmoqda. Jumladan, Uyg'ur millati buning asoratlarini eng echinishli shaklda boshdan kechirmoqda. Tasvirlab bo'lg'usiz ig'ir badallarni to'lamoqda. Shuni muayyanlashtirmak kerakki, payg'ambar boshchiligida o'tirg'a chiqqan buyuk islohotning eng avval to'g'ri aqidani barpo qilish bo'lganligi va buning tunji qadamining o'qish va bilishdan iborat bilim ma'rifat yaratishdan, yagona yaratquchidan boshqa har qanday narsaga bosh egmaslik va to'g'ri e'tiqodga qaytish chaqiriqi ilib berishdan boshlanganligi hammaga ma'lum. Demak, payg'ambarning tunji chaqiriqi va vazifasi bilim bilan yo'g'rilgan, qalbda cho'nqur yildiz tortgan sog'lom iymonga qaytish chaqiriqi bo'lgan edi. İmani tarbiyaga ega qilish va mustahkam e'tiqod barpo qilish xizmati musulmonlar toki mavjud zolim tuzilmaning sirtmoqlarini buzib tashlab, jismoniyati va ruhiyatini qul qilish istigidagi barliq kuchlarga qarshi qaddini tik tutadigan, asla bosh egmaydigan, g'albining hamon o'zlariga kulib boqadiganligiga, haqqoniyatning cho'qim razillik ustidan g'olib keladiganligiga chin putadigan ruh umumlashganga qadar davom qilgan edi. Bu büyük islohot natijasida musulmonlarni parlaq kelajak kutib olgan edi. Ular aqidasi soyasida o'zlarining o'ttirhol va adil ummat ekanligiga ishongan bo'lib qolmay, o'zlarining yer yuzida adolatni barpo qilish mas'uliyati yuklangan ummat ekanligiga ishongan va hayotini bu ishonchni reallikqa aylantirish bilan o'tkazgan edi. Albatta, bundaq bir ulug'vor g'oya va tavranmas ruh orqasida bilim ma'rifatni asos, tushunib aqida qilishni prinsip qilgan ilohiy aqida bor bo'lib, musulmonlarni g'albiga ega qilgan iymon ana shu bilish va tushunishdan hosil bo'lgan iymon edi. Darhaqiqat, bilmay aqida qilish bilan bilib aqida qilish orasida osmon zamin farq bor. Bilmay qilingan aqida kuni kelib insonni shaytonga al qilsa, dushmanga mahkum, zolimga qul, kuchlik oldida jasoratsiz, dushman oldida xor va mazlum o'ringa tushirib qo'ydi. Vijdoniy tuyg'ularni o'ldirib, kishilikni yo'qotishga, kimligini unutishga elib boradi. Munqarizlikni tezlashtiradi. Bilib qilingan aqida hammadan avval insonga o'zining kimligini tunutadi, g'aflatdan saqlaydi, shayton changalidan qutuldiradi. Zalimning zulmidan va unuga mahkum bo'lishdan xalos qilib, insonga Allohdan o'zgaga bo'y egmaslikdan iborat hurlik va azizlikni baxsh etadi. Ming afsus, shalloq madaniyatimizning julosi, milliy kulturimizning yiliki, hayotimizning ma'nisi, muvaffaqiyat va g'alabalarimizning siri bo'lgan aqida yo'limizni ona tilimizda yuritib bergan, ajdodlarimiz aqida qilib kelgan bu buyuk dinning mukammal aqidasini tushuntirib beradigan biror mufassal asar yo'qning o'rnida bo'lib keldi. Ilmiy taraqqiyot eng yuqori saviyada ilgirlab ketayotgan bu davrga kelibmi, islomning aqida nazariyasini sharhlab, millatning diniy e'tiqod xaritasini sizib bergan biror mufassal qomus qo'limizga tekkini yo'q. Mahmud Kashg'ari bundan 1000 yil avval tunji Uyg'ur dunyo xaritasini sizib chiqish bilan bu millatning ufuqining olamshumurligini ko'rsatib bergan bo'lsa, Yusuf Xasajib millatning mavjudlik o'lining barqarorligini, mangulik saodat va hurlik qimmat qarashining dunyoviy namunaga ega ekanligini namoyon qilish va buni abadiylashtirish arzusida millatning ideal davlat hamda ijtimoiy va siyosiy axloq mexanizmisini xarid qilgan Qutatg'ubilik asarni taqdim etgan edi. Mana mushundaq avlatma avlat qimmati yo'qolmaydigan bebaho miroslarga ega bo'lishimizga qaramay, 1000 yildan keyingi bugunga yetib kelibmi, ta hozirga qadar millatning kulturi va madaniyat qurilmasining tashkiliy qismi bo'lgan diniy e'tiqod sistemasini ana tilda Qur'on va sunnat ruhiga uyg'un, shundaqla yuksak aqliy va falsafaviy bayonlarga to'yingan, muhimi millatning qo'ynida o'sgan har bir Uyg'urning bu jihatdagi ehtiyojini bemalol qamdayalaydigan, millatning diniy tafakkur va falsafaviy dunyo qarashini, mavjudiyat falsafasini yuritib beradigan biror mufassal asarning barliqqa kelib bo'lolmaganligi kishini haqiqatan o'yga solmay turolmaydi.
Bugünkidek tragediyalik qismatlarimizdan ma'lum bo'lyotidiki, biz har qatim kulturimizga qarshi shiddatli krizislarning mavjudiyatimizga, tilimizga, dinimizga va madaniyatimizga kelayotgan xiristlarning eng cho'ng zarbasining oldi bilan aqida sistemamizga, bizni biz qilib turgan iymon e'tiqodimizga qaratilayotganligi, har turli besim va xiristlar oldida millatning e'tiqod qurilmasining barg'ancha chekinish va yemirilishga qarab ketayotganligi ko'z oldimizga tashlanib turdi. Bundaq chaqlarda qo'ldan berib qo'yganlarimizni to'ldirishning ko'yiga tushib, avlodlarimizning biz uchirgan qismatga uchirmasligi, biz ko'rgan qabohatni ko'rmaslik uchun to'g'ri aqidaning naqadar muhimligini tunib yetamiz. Biroq e'tiqod qilib kelgan dinning aqidasini bevosita ona tilda cho'nqurlab tushunish va astoydil bilib chiqishdan diniy e'tiqodimizning haqiqatini aqli, naqli, falsafaviy, ilmiy bilimlar asosida tunishib chiqishdan ojiz bo'lganligimiz tufayli o'zingda yo'q, olamda yo'q tamsili kabi ilojsiz qolmoqdamiz. Yana kelib, navbatda biz yangi davr aqliyatiga bob keladigan, hozirgi zamon aqli va ilmiy tadqiqot o'lchamiga uyg'unlashgan hamda e'tiqodimizga qarshi kelayotgan har turli ideologiyalarga yuqori saviyada javob bera oladigan, shundaqla bu dinning e'tiqod sistemasini ilmiy sharhlab bera oladigan, ensiklopedik qo'llanmaga, e'tiqodiy krizislarimizga chora bo'ladigan bilim xazinasiga hayotlik safarimizda Alloh huzurini nishon qilgan bu ulug' yo'lning to'g'ri xaritasiga muhtoj bo'layotgan bu zamonda yangi asrning talab taqozolariga loyiqlashgan, mavjud krizislarga hal qilg'uch chora va chiqish yo'lini ko'rsatib bera oladigan, millatning ideya qurilishi va sog'lom tafakkur andisini barliqqa keltirish uchun amaliy xizmatlarni ro'yobga chiqara oladigan layoqatlik biror ilmiy qo'shinga ega bo'lib bo'lolmayotimiz. Yegani yaratquchi nomli bu asar ana shu qatma-qat ehtiyoj va zaruriyatlar turtkisida ro'yobga chiqqan. Millatning bilim xazinasida kam bo'layotgan, shundaqla davrning jiddiy talabiga uyg'unlashish va diniy ilm tariximizda to'ldirilmasi bo'lmaydigan muhim bo'shliqlarni to'ldirish ko'zlangan tadqiqot xarakterlik asardir. Ilmiy mas'uliyat nuqtasidan qaragan chaqdimi, islom aqidasini bugungi davr insonlariga mushu davr va mushu asrning tilida bayon qilish, bugungi dunyo insonlarining aqliyati, ilmiy va madaniy safosi ko'zda tutilgan asosda izohlab chiqish jiddiy zaruriyatlar hamda qilinmasi bo'lmaydigan ta'xirsiz xizmatlarning biridir. Bo'libmi, bundaq bir qurilish xarakteridagi ilmiy xizmatlarni ro'yobga chiqarish Uyg'urdek islom madaniyatining gullanishi va taraqqiyotiga cho'nqur tarixiy izlarni qoldirgan, o'chmas tuhfalarni qo'shgan bir millatning milliy mavjudligini kafolatga ega qilishda, kelajak taqdirini belgilash va qurib chiqishda ishga oshirilmasi bo'lmaydigan muhim xizmatlardan biridir. Shundaqla 1000 yildan beri eshinib kelgan bir dinning e'tiqod sistemasini yangi davr ilmiy tadqiqot yo'linishi asosida tunib chiqish 21-asrda yashayotgan har bir iymonliq Uyg'ur uchun aqidasi oldidagi va bu aqidaning egasi bo'lgan ulug' Allohning oldidagi musulmonlik majburiyatidir. Ushbu asar ana shundaq tarixiy bir davrning ta'xirsiz va jiddiy taqozolarning mahsuli bo'lib, kitobda islom aqidasining tunji asosi va mangulik shuari bo'lgan yagona Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q degan ilohiy chaqiriqning aqli, naqli va bugungi davr tilida keng umumlashayotgan ilmiy asosi bir qadar mufassal shaklda izohlab chiqilgan. Asarning alohidaligi va nishoni. Asarning alohidaligi va nishonini mundaq bir qator nuqtalarga markazlashtirishga bo'ladi. Birinchi, islom aqidasini xalqimizga saf va sog'lom holatida sunish, shalloq tarixga ega bu aqidalik millatga o'zining muqaddas aqidasini o'z ona tili bilan bevosita tunishib chiqish va cho'nqurlab tushunish imkoniyati yaratish. Millatning kultur va madaniyatida eng cho'ng tayanch bo'lg'uchi diniy aqidasiga bo'lgan tushanchisini cho'nqurlashtirish, ong safosini o'stirish. Ikkinchi, islom dinining tub asosi, ta'limoti va ana bilimlari sanalgan islom aqidasini hozirgi davr aqliyatining taqozosi va ilmiy talabiga uyg'un ravishda biror mazhab yoki iqimga biqinib qolmagan asosda o'rinsiz ixtilof va yovi qarashlardan xoli shaklda izohlab chiqish, saf va suzuk holatida namoyon qilish. Uchinchi, sog'lom va suzuk aqidaning inson hayotida kam bo'lsa bo'lmaydigan zaruriyatlardan ekanligini ko'rsatib berish. To'rtinchi, aql va naql haqiqatlarining birdakligini yoritish. Din ilib kelgan haqiqatlarga o'xshashlar bugungi zamon ilm-fan haqiqatlarining ajoyib mahoratning, yuksak farosat va puxta tadbirning mahsuli bo'lgan koinotdan iborat bu buyuk mavjudlikning yagona yaratquchisi, idora qilguvchisi borligini muayyanlashtirganligini yoritib berish. 5. Diniy tafakkurni yangilash. Bu o'z navbatida dinni, diniy metodni va diniy xitobni yangilashni o'z ichiga oladi. Chunki
dinni yangilash uni asldagi saf holatiga qaytarib kelish, to'xtovsiz o'zgarayotgan hamda yangilanayotgan dunyoning tabiatini tushunish, har davr va asrda shu davr kishilarining aqliyati, ong saviyasi qabul qiladigan metod qurib chiqish va bu asosda xitob qilish bu ummatning olim ulamolari, ziyolilari ustidagi mas'uliyatlarning biri. Bu xil yangilash va yangilanish hodisasi islom dini muayyanlashtirgan va targ'ib qilgan xosliklardan bo'lib, Qur'on Karim bu xil xoslikni har bir qavmga shu millatning tilida so'zlaydigan, ularning ong saviyasiga munosib usul va metodda xitob va da'vat ilib boradigan payg'ambarning o'zilmaganligi haqidagi bayoni orqali bishoratlasa, payg'ambar alayhissalom o'zining muborak hadis sharifi orqali yangilanish qonuniyatiga umumyuzlik rioya qilish kerakligi va buni umumlashtiradigan bir turkum sarxillarning har millat va har qavmda o'zilmaydiganligini oldin bishorat qilgan hikmatli bayonlarda ko'rsatib o'tgandir. Allah har 100 yilning beshida bu ummatga ularning dinini yanglaydiganlarni avatidi. Abu Davud 4291-hadis. Bu ilmni har bir asrda shu davrning ishonchli kishilari muhofazat qilib turdi. Ular bu ilmdan oshqonlarning burmilashlarini, safsatchilarning singdirmalarini va jaholat egillarining jo'limalarini tozlaydi. İmam Bayhaqi rivoyat qilgan Shayx Albani bu hadisni sahih deb muayyanlashtirgan. 6. Aqida ilmini yanglash. Chunki aqida ilmi dinning ul bilimidir. Bu ilmning vazifasi diniy aqidalarni izohlash, safliqni qo'g'dash va aqidaga doir shubhalarga raddiya berishdir. Davrlar yangilanadi. Har davrning o'ziga xos masalalari bo'ladi. İnsaniyat tarixi materializmning ko'lamlashish va tarqalish jihatlarida bu qadar yuqori pallaga ko'tarilgan davriga shohid bo'lmagan desak ortiq ketmaydi. Bo'libmi, g'arb dunyosidan sharqqa qarab eqib kelayotgan, islom dunyosida ma'lum jihatdan yamirash darajasiga borgan yangi zamon ateizm harakati bir tarafdan insoniyat bilim taraqqiyotining yuqori pallasi bo'lgan ilm fanni dalda qilgan holda xudosizlik va dinsizlik mavqalarini go'yo bir ilmiy mavqa sifatida ko'rsatishga urinsa, yana bir tarafdan din, falsafa, ilm fan munosabatlarini qarama-qarshilashtirib, ilm fanni din o'rniga, hatto tangri o'rniga dasitishga urinyotidi. Diniy haqiqatlarning ilm bilan aloqasi yo'qligini, hatto ilm bilan javob berishga ojiz keldiganligi har qanday narsaning safsatligini jar solayotidi. Bundaq bir passiv va radikal mavqe oldida shubhisizki aqida ilmi yangicha qurilma bilan o'ttirg'a chiqishi, o'zining tarixiy vazifasini o'rindishi lozim. Bu nuqta asos qilingan chaqda nuqul Uyg'ur ilm sohasida emas, balki butkul islom dunyosida aqida ilmini yangilashga, bugungi ilmiy taraqqiyotga mos qadamda Qur'on va sunnat ruhini markaz qilgan qurilma falsafaviy va ilmiy jihatlardan yangilangan kalom ilmiga, ya'ni islom aqida ilmiga ehtiyoj bor. 7. Ilmiy tafakkurni yangilash, dinning rolini hamda aql va ilm fanning rolini muayyanlashtirish, har biriga tegishli pozitsiya tutish. Chunki bizning mavqeimizda diniy aqida bilan aql va uning mahsuli bo'lgan ilm fan haqiqatlari orasida to'qinishning bo'lishi mumkin emas. Kainat hodislari va uning qonuniyat mexanizmlarining bo'lishi bilan uni yaratgan yaratquchining bo'lishi o'ttirsida, shundaqla uning qandaq jarayonlar asosida mavjud bo'lganligini bilish bilan uning bir g'oya va maqsad asosida borliqqa kelganligi o'ttirsida zidlik yo'qdir. 8. Aqidadagi xurofotliklarga, ideyadagi tushkunlik va umidsizliklarga xotima berish. Islom ma'rifati orqali xalqning ma'naviy va ruhiy kuchini qaytarib kelish, ideyaviy uyg'onish, qaytadan shakllanish va yangilanish qadamini tezlashtirish. 9. Diniy da'vat yo'nalishini navbatdagi tarjimachilik bosqichidan mustaqil tadqiq qilish, kitob tuzish, ratlash va tahqiqlash bosqichiga ko'tarish. Diniy ma'arif va da'vat tashviqot xizmatini yanada yuqori saviyaga elib chiqib, ilmiy va amaliy jihatdan ilg'or metodga ega qilish va yuzlantirish. 10. İslamiyatning diniy va ilmiy meroslarini, qimmat qarashlarini bu asarda qaytadan julolatish, ilmiy va madaniy jihatdagi ul asosimizning mohiyati va xarakterini echib berish, ideyaviy islohot harakatini qanot yaydirish. Asar kimlarga xitob qiladi? Bu asar tuvandagi 6 xil qatlamga tava har bir aql egasiga alohida xitob qiladi. Ular: 1. To'g'ma iman bosqichidan bilim ma'rifatga to'yingan yuksak iman martabasiga ko'tarilish istikida bo'layotgan har bir dindor. 2. Mavjudlik haqiqatlariga bir taraflama qarab qolgan yoki yaratquchining qudrati va ulug'ligini ilm asosida emas, qarg'ularcha va go'ngaloq bilan tasavvur qilib olgan har bir dindor. 3. Ma'lum omillar ta'sirida dinga bo'lgan tushunchasi oddiy, aqida ilmiga bo'lgan tunishi yuzaki va Xudo haqidagi tushunchasi tuvan holatdagi har bir dindor. 4.
aql va ilm-fan haqiqatlariga bo'lgan tunishi yuzaki, din bilan aql munosabatining zidligiga ishonib qolgan, ilm-fanning koinot kitobini o'qish orqali din olib kelgan haqiqatlarni cho'nqurlab tushunish imkoniyati hozirlaydiganligiga, uning insoniyat bilim ma'rifat xazinasini yanada keng tafsilotlar bilan ta'minlaydiganligiga gumon bilan qaraydigan har bir dindor. 5. Diniy aqidaning faqatla miros xarakterida yetib kelgan va tadrijiy shakllanib qolgan qimmat qarashdan boshqa narsa emasligiga, iymon aqidaning biror aqliy yoki falsafaviy yoki ilmiy jihatlardan mazmun dalil va puxta asoslarga ega emasligiga ishonib qolgan va bu sababli diniga faxrlanish nazarida emas, xuduksirash nazarida qarab qolayotgan dindorlar. 6. Materialistik ma'arif tuzumi yoki materializmchi tashviqotlar va shu asosda tiklangan dunyo qarash ta'sirida ateizm safsatlarini pokit deb o'ylab qolgan, iymon haqiqatlarini pokitga tayanmagan yoki pokit yo'q deb tushunib qolgan yoki shundoq da'voda bo'layotgan har bir ateist yoki gumonist. Asarning qurilmasi. Bu asar bir muqaddima, 4 qism va bir xotimidan tarkib topgan bo'lib, muqaddimidan boshlab xotimigacha bo'lgan har bir bo'lak ayrim-ayrim holda bablarga, cho'ng-kichik tarmoq temalarga ayrilgan. Muqaddima qismida aqida ilmidan iborat bu cho'ng sohaga kirishda zarur va oldin oydinlashtirilishga tegishli bo'lgan bir qator muhim temalarga yo'ritma berilgan. Onunda dinning insoniyat tarixida tutgan o'rni, dinning manbasi, insoniyatning dinga bo'lgan ehtiyoji va bu ehtiyojni o'tirg'a olib chiqqan omillar, din va aqida qatorliq hukmlarning islom aqida ilmidagi ma'nosi, islomda naql va aqlning munosabati, aqidaning shariat va axloq bilan bo'lgan munosabati, islom aqidasining manbasi hamda uning boshqa aqidalardan farqlanadigan xususiyat va alohidaliklari bayon qilindi. Shundaqla islom tarixida aqida ilmi sohasida mo'tabar sanalgan vakil xarakterlik asarlar tunishtiriladi. Muqaddamadan keyin ilohiyat masalalari so'zlanadi. Birinchi qism 3 bobni o'z ichiga oladi. Bu qismda mavjudlikdagi eng buyuk haqiqat bo'lgan yagona Allohning islomdagi obrazi, mavjudlik haqida tushunchalar, Allohni tunishning yo'li va ahamiyati, dalil isbot va uning turlari haqida tushuncha qatorliq mazmunlar bayon qilinadi. Allah'ның mavjudligiga doir dalillar alohidaligi va xarakteriga ko'ra aqli va naqli deb ikki cho'ng turga ayrilgan bo'lib, ikkinchi va uchinchi qismlar mushu kategoriya bo'yicha bo'linadi. Ikkinchi qism aqli dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, ikki bobni o'z ichiga oladi. Birinchi bobda mavjudiyat dalili, ikkinchi bobda koinot dalili so'zlanadi. Uchinchi qism naqli dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, bu qism jam'i 4 bobni o'z ichiga oladi. Birinchi bobda yaratish dalili, ikkinchi bobda intizom dalili, uchinchi bobda maqsad g'oya dalili, to'rtinchi bobda fitrat dalili so'zlanadi. To'rtinchi qismda Allohning barliq haqidagi aqli, naqli va ilmiy asoslardan natijalangan buyuk haqiqatlardan biri bo'lgan uning yakki yeganaligi va uning dalillari so'zlanadi. Bu qism ikki bobni o'z ichiga oladi. Birinchi bobda Allohning yakki yeganaligi masalasining aqli va naqli asoslari so'zlansa, ikkinchi bobda islom aqidasining negizi va javhiri bo'lgan tavhid aqidasi bayon qilinadi. Xotima qismida asarda tadqiq qilingan va yuritilgan mazmunlarning umum xulosasi bayon qilinadi. Bu asar Sajiya Islom tadqiqot markazi tomonidan tadqiqot planiga kirgizilishi, shundaqla birodarim doktor Abdul Aziz rahmatullohning ilmiy jihatdan bevosita yetakchilik qilishi, tahrirlik xizmatini bir qo'lliq olib berishi hamda kerakli imkoniyat va ilmiy tadqiqot muhiti hozirlashga kuch chiqarish natijasida 4 yildan ortiq vaqt sarf qilinib bitib chiqdi. Kamina bu munosabat bilan doktor Abdul Azizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Allohdan doktor Abdul Aziz va oilasiga ikki dunyolik baxt saodat tilayman. Shuningdek, asarning xalqimiz bilan yuz ko'rishishida o'zining har turli moddiy va ma'naviy himmatlarini aymagan qarindoshlarga, qo'llab-quvvatlagan do'st-yaronlarga tashakkurimni bildiraman. Jumladan bu xizmatimda menga yaqindan yer yo'lakda bo'lgan, qo'llagan, turmushning har turli sinoq va qismatlarida men bilan sabdosh, taqdirdosh bo'lish bilan menga madad va ilhom bergan farzandlarimning onasiga rahmat aytaman. Allohdan bu amgikimni solih amallarim qatorida o'z dargohida maqbul qilishini, musulmon ummatga, jumladan xalqimga manfaatlik va xayrli qilib berishini tilayman. Hurmat bilan Yar Muhammad Jaloliddin. Sajiya Islom tadqiqot markazi.